Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, o'quvchilar. Bugun sizlar bilan SAT matematikasining problem solving and data analysis bu domeniga oid 5-video darsi ko'rib chiqamiz va bu video darsimizning mavzusi topigi data inferences and evaluating statistical claims deb nomlanadi. Ya'ni umuman ma'lumotlarni xulosalash va statistika tasdiqlarni baholash deb nomlasak bo'ladi. O'zbekchaga tarjima qilsak bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin albatta darsni boshlashdan oldin albatta ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni sizga taklif qilaman. Bu Asadbek's Digital SAT Math English Telegram channel va YouTube Asadbek's Channel SAT English Mathematics deb boshladi. Birinchi navbatda bugungi planimiz o'zi aslida bu mavzu yuzasidan juda ham keng yoritilgan bir ma'lumotlar yoki qanaqadir bir xulosalar berish o'zi unchalik ham shart emas, lekin shunchaki bu narsani o'rganish kerak xolos. Shunchaki unga immunitet hosil qilish kerak, qilishi o'zi yetarli deb o'ylayman. O'shaning uchun ikkita reja bor xolos. Bu data inferences. Birinchi navbatda o'zi nima, qanaqa savollarga javob beradi yoki qanaqa savollar bizga beriladi shu nima mavzu yuzasidan, va ikkinchisi statistical claims. Yuqorida ta'kidlab o'tganimiz. Buni ham shunaqa. Ya'ni tanishib chiqish darsi bo'ladi o'zi aslida, albatta ekzemplar bilan ishlaymiz. Xo'p, demak, birinchi data inferences deganda bu yerda umumiy qanaqadir bir holat position da case keladi va shu case orqali siz qanaqadir o'zingizga xulosa qilib turib va shu xulosadan keltirib qanaqadir natija keltirib chiqarishingiz kerak va o'shanda sizga berilgan savollar mana bunaqa bo'lishi mumkin. How many voters feel positively about a new law? Qancha odamlar bu narsani qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni yangi umumiy mazmunni aytyapman. O'sha yangi qonunni qo'llab-quvvatlaydi deb aytyapti. What percentage of Americans exercise regularly? Ya'ni qancha amerikalik odamlar umumiy muntazam shu narsa bilan shug'ullanadi, nimadir bilan shug'ullanadi. Ya'ni ularning necha foizi shunaqa deb aytmoqchi. Margin of error degan tushuncha bor. Bu yerda absolute va nisbiy xatolik degan mavzuni ichiga kirib ketadi bu yerda. Agar adashmasam absolute xatolik bu, ya'ni absolute xatolik nima degani? Absolute xatolik degani o'sha qanchadir o'zib ketishi, ya'ni o'sha ehtimoliy qanaqadir bir hisoblangan bir o'rtacha miqdordan plus minus bo'lishi, ya'ni tepaga va pastga o'sha marginlarni, ya'ni chegaralarni belgilab berilishi. Range deb qo'ygan mana 4-chisida. Bu yerda demak albatta o'zgarishi nazarda tutilyapti. Misol uchun qanaqadir bir xulosa keltirib chiqqan 70 deb qo'yganda 70 plus minus 5. Nima demoqchiman? Men plus minus 5 degani 75 bo'lishi mumkin. Eng ko'pi bilan maksimal ravishda yoki 65 bo'lishi mumkin. Mana shuni orasida o'ynashi mumkin deb aytilgan xulosa deb aytsak bo'laveradi. Ya'ni range, margin of error, ya'ni shunga qanaqadir tushuncha, ya'ni shu absolute xatolik deb nomlasak bo'laveradi fan tili bilan aytganda. Demak, birinchi example'imiz, ya'ni bu birinchi mavzuga doir bo'ladi. Data inferences mavzusiga doir bo'ladi. Ya'ni u o'zi qanaqa? Okay. In a recent survey of 600 randomly selected registered voters in the town of Carrington, demak 482 are in favor of increasing funding for the town's mental health services. Based on the survey results, approximately how many of Carrington's 19,310 registered voters are in favor of increasing funding for the town's mental health services. Okay. Qanaqadir yaqinda o'tkazilgan tadqiqotda, ya'ni bu yerda 600 ta odam, ya'ni voterlar, ya'ni tanlab olinibdi, randomly tanlab olinibdi. Mana shu randomly degan so'zni circle ga qo'ysam, ya'ni bu juda ham muhim so'z.
hozir tushuntiraman nimagaligini. In the town of Carrington. Carrington degan town degani bu yerda shahar deb, shaharcha ma'nosida keladi. 600 ta odam randomly tanlab olindi va 482 tasi, ya'ni mental health servicelarni moliyasini o'stirishga desak ham bo'laveradi. Increasing funding for the town's mental health service. Ya'ni moliyasini o'stirishga desak to'g'riroq bo'ladi menimcha. O'sha fundingini o'stirishga, ya'ni ko'tarishga 482 tasi rozi bo'ldi. Ya'ni shuni in favor of qo'llab-quvvatlabdi. Ya'ni shu surveyga ko'ra, based on the survey results, shu surveyning natijasiga ko'ra taxminan approximately qancha Carringtondagi 19310 ta voterlar, ya'ni registered voterlar shu narsani qo'llab-quvvatlaydi deb aytyapti. Ya'ni mana bundan kelib chiqqan holda, mana bu o'zi Carringtonning haqiqiy voterlari uchun shu mana bu sonlardan qaysi biri o'rinli deb aytyapti. Okay, bu yerda randomly degan so'zga e'tibor beramiz. Randomly degani bu umuman xohlagan joydan tanlab olgan. Bitta misol uchun qanaqadir guruh odamlar kelganda yoki qanaqadir bir odam xohlagan joydan tanlab olib odamlarni demak tadqiqot o'tkazgan. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, randomly bo'lganda qanaqadir chegarada, misol uchun Carringtonda o'tkazilyapti-yu bu yerda. Hamma Carringtondan randomly tanlab olib turib, shundan bitta xulosa yasayaptimi? Ya'ni 600 tadan 482 600 ta odamdan 482 ta odam shu narsani qo'llab-quvvatlayaptimi? Ya'ni shu xulosaga ko'ra biz 19310, ya'ni butun voterlar uchun, ya'ni butun nima desak bo'ladi? Surveyda qatnashadigan odamlardan kelib chiqqan holda butun odamlar uchun xulosa qilsak bo'ladi va shu natijani bersak bo'ladi. Ya'ni 19310 ta uchun ham shu proportion o'rinli, ya'ni proporsiya yuzasidan ishlaymiz. Bu yerda misol uchun 600 ta, men 2 ta 3 ta yo'lda ishlab ko'raylik. Bu yerda 482 taga to'g'ri keladi va 19310 ta bu yerda x taga to'g'ri keladi deb olsak bo'laveradi. Ya'ni bu yerda proporsional miqdor, to'g'ri va teskari proporsional miqdorlar degan mavzuda bor. O'tiladi bu narsa. Ya'ni 600 ta 482 taga to'g'ri keladi, 19310 ta x ga to'g'ri keladi. Bu o'sha proporsiyadan kelib chiqadi. Ya'ni 600 bu yerda x ga ko'paytiramiz va 19310 ni mana bu bilan belgilaylik, 482 ga ko'paytiramiz. Va shundan ishlab chiqqanimizda x teng chiqadi. Bu yerda x teng 1500 15512 degan javob kelib chiqadi agar adashmayotgan bo'lsam. Ya'ni 15512 tasini ham shunaqa deb, ya'ni 19310 tadan 15512 tasi shu narsani qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni shu narsaga, shu ya'ni increasing funding degan, ya'ni shu narsani ko'tarish fikriga qo'shiladi deb aytsak bo'laveradi. Ya'ni bu yerda mana bu natija, bu yerda survey, bitta kichkina survey o'tkazilyapti va shu surveydan kelib chiqqan holda umumiy aholi uchun ham, umumiy voterlar uchun ham, o'sha yerdagi umumiy ovoz beradigan odamlar uchun ham shu narsani tatbiq qilsak bo'ladi degan tushunchani beradi biz uchun. Va o'shanda C javob mutlaqo to'g'ri javob bo'ladi. Data inferences shunaqa. Qanaqadir oldingizga case tashlaydi va o'sha case orqali, demak, bu kattaroq bo'lgan sonlar uchun, kattaroq bo'lgan nima uchun, nima desa bo'ladi? Kattaroq bir masalani yechimini topishingiz mumkin. Kichkina bir berilgan masalani resultidan kelib chiqqan holda. Data inferences bu xuddi shunaqa ishlaydi. Prinsipi shunaqa, data inference. Hozir evaluating statistical claims ko'ramiz, unda jicha boshqacharoq bo'ladi. Mana shundan kelib chiqadi data inferences yechilishlari. Shunchaki o'sha narsa. Endi bu yerda bu birinchi usuli deb nomlasak bo'laveradi. Endi bu yerda yechish usullari ko'p. Ikkinchi usuli, okey, 600 tadan 482 tasi shu narsani qo'llab-quvvatlayapti ekan. Demak, bu degani 600 dan
482 qismi degani. 600 dan 482 qismi. Bu mana shu qism, mana bu kasr umumiy hammasi uchun ham ishlayveradi endi. Ya'ni 19310 uchun ham ishlayveradi. Demak, mana bu biror sonni biror qismini topish uchun o'sha sonni o'sha qismga ko'paytir degan tushuncha bor. Demak, o'sha qismni o'sha songa ko'paytir. Okey. Men 600 dan 482 ni ko'paytirishim kerak 19310 ga. Deyarli bir xil narsalar. O'shanda ham agar hisoblab chiqsangiz 15512 degan natija kelib chiqadi. Agar adashmayotgan bo'lsam. Menimcha shunaqa 15512 degan natija kelib chiqadi. Demak, C javob bu mutlaqo to'g'ri javob hisoblanadi. Birinchi narsa o'sha case mutlaqo tushunib olish va ikkinchi randomly so'zi ishlatilganligiga ahamiyat berish. Agar randomly so'zi ishlatilmagan bo'lganda, demak, bu yerda bu narsani resultni natijasini, ya'ni mana bu proporsiyani, mana bu qismni, mana bu katta son uchun ishlatmagan bo'lardik. Randomly tanlab bo'lmasa, demak, qanaqadir bir sohadan tanlab qo'ygan bo'lsa, o'sha joydagi odamlarni fikridan kelib chiqib, butun odam uchun, ya'ni hamma odamlar uchun bu narsani ishlatib bo'lmaydi. Randomly tanlab olsa, har xil sharoitdan kelib chiqqan odam bo'ladi, har xil holatlardan keltirilgan odam bo'ladi. Mana shu randomly tanlangan ko'rsatib beriladi. Bu vaqtdan yutish imkoniyati nimasini beradi? Misol uchun 19310 tani hammasini nima qilib yotmaydi-da, voter qilib turib ovoz berib, shu narsaga qo'llasizlarmi yoki qo'llab-quvvatlaymizlarmi, hammasini bittadan o'rganib chiqibdi. Randomly 600 tadan tanlaydi, keyin 482 tasi bu narsani qo'llab-quvvatlaydi va o'shandan keyin natija kelib chiqadi. Surveyda shunaqa bo'lganda, shuni masalasidan kelib chiqyapman. Endi bu narsa haqiqatan ham randomly o'ta yaqinlashtirib beradi xolos. Lekin 100% shu narsa to'g'ri 15512 ta natija chiqadi, 19310 tadan bittaroq kelib chiqsa degan natijani bermaydi. Okey, bu boshqa masala. Menimcha tushundingiz. Xo'p, keyingisi evaluating statistical claims, ya'ni statistikal tasdiqlarni baholash. Statistikal tasdiqlarni baholaymiz. Ya'ni umumiy natija beradi. Endi siz qanaqadir sonlarni topmaysizda, mana bu qanaqadir o'sha case'dan kelib chiqqan nimani bilish mumkin bundan. Mana bitta case berildi va shundan nimani bilsak bo'ladi? Nima ayon bo'ldi bizga? Shu narsani so'raydi sizdan. Ya'ni shu narsa nima ayon son uchun degan. Ya'ni siz to'g'ri tasdiqni topishingiz kerak va baholaysiz, to'g'ri baholay bilishingiz kerak. Okey. Birinchi navbatda analyze qilishingiz kerak o'sha narsani. Berilgan case'i, berilgan holatni survey'i analiz qilishingiz kerak. Qanaqadir bir o'zingizga bir nima desa bo'ladi? Qanaqadir bir taassurotlar olishingiz kerak, bashorat conduct qilishingiz kerak, uni ichida qaynashingiz kerak o'sha narsani ichida. O'sha narsani keyingi keltirib chiqarishda o'zingizga qanaqadir bir sxema tuzib olishingiz kerak. Ha, bundan keyin bunaqa deb. Keyin oxirida albatta conclusion qilishingiz kerak. Ya'ni bu narsadan xulosa chiqarishingiz kerak. Okey. Xulosa chiqarib turib, mana shu xulosangiz bilan qolganlarni xulosasini, buni variantdagi xulosalarni bir-biriga baholab ko'ramiz. Okey, bizda example bor. A youth activist group, yosh aktivist group surveyed a random sample of 500 teenagers between the ages of 16 and 17 in the US to assess their options about lowering the voting age to 16. The survey showed that the majority of those sampled were in favor of lowering the voting age to 16. Okay. Demak, mana shu yergacha tushunib olsak, yosh aktivistlar gruppasi survey qildi, ya'ni tadqiqot o'tkazilibdi. 500 ta odam teenagerlarni, ya'ni 16 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan United States'dagi, ya'ni Qo'shma Shtatlardagi teenagerlarni o'rtasidagi teenagerlarni, ya'ni teenager degani bu
o'spirinlar deb nomlasak bo'ladi. 5 ta o'spirinni randomly sample qildi. Random sample. Mana bu narsa juda ham favqulodda muhim. Random sample qildi. Yana aytgan, random sample qilgani bu kodda uchun ham o'rinli degani. Faqat mana bu yerda 16-17 faqat. 16 bilan 17 yoshlar orasida. Faqat shu yoshda qatnashyapti xolos. Nima uchun? Demak, ovoz berishni 16 yoshga tushiryapti ekan, lowering qilyapti ekan, about. Ya'ni 16 yoshdan ovoz bersin endi degan narsani tadqiqot qilib ko'ribdi aktivist guruh. Ya'ni shu narsa 16 yoshdan ovoz berishiga qanday baholaysiz desa, debdi. Their options about ularning fikri haqida so'rabdi. Ya'ni 16 yoshdan bo'lsa, bu narsani siz qanday baholaysiz? Siz bunga qanday qaraysiz agar ovoz berish 16 yoshdan bo'lsa? Hozir 18 yoshdan 17 yoshda. Ya'ni bundan balandroq bo'lganda USda. Okay. This survey showed that, ya'ni o'sha tadqiqot buni ko'rsatibdiki, majority of those sampled, ya'ni asosiy qismi, ya'ni ularning, ya'ni sample'da qatnashganlarning asosiy qismi bu narsani qo'llab-quvvatlabdi. Ya'ni 16 yoshdan ovoz berishi, 16 yoshgacha tushirishni, kamaytirishni qo'llab-quvvatlabdi. Ya'ni 5 ta teenagerlar tanlab olyapti random sample 16-17 yoshlar orasida va ulardan so'rov o'tkazilyapti. Voting, ya'ni ovoz berish 16 yoshga tushirilsin. Shu narsa tushirish haqida qanday o'ylaysiz? Ko'p qismi aytayapti, ha, haqiqatan tushirish kerak. Ya'ni biz buni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz ham xuddi shunaqa deb o'ylaymiz deb aytayapti. Okay. Based on the results, ya'ni shunga ko'ra, resultlarga ko'ra, the majority of which of the following populations quyidagilardan qaysi biri o'qiylik. The majority of which of the following populations in the US are most likely in favor of the lowering the voting age to 16. Quyidagilardan qaysi biri o'sha United States population haqida qismi haqida aytishi mumkin deb aytayapti. Ya'ni shu narsani qo'llab-quvvatlaydigan qismi haqida qaysilari shuni qaysi qismi shuni qo'llab-quvvatlaydi deb aytayapti. Ya'ni mana bu narsadan kelib chiqqan holda, berilgan natijadan kelib chiqqan holda mana bu narsalarni o'qib ko'ramizda va shularni nima qilib ko'ramiz. Okay, birinchi analiz qildik tepada. Demak, 500 ta odam qatnashyapti, conduct qiladi. Endi bu yerda random sample degan narsa tushuncha bor va 16, faqat 16 va 17 yosh bu yerda shunchaki qatnashyapti. Ya'ni random sample shundan olinyapti, kattalardan olgan yo'q yoki undan kichkinalardan olgan yo'q. Keyin shu narsani katta qismi demak katta qismi buni qo'llab-quvvatlayapti. Ya'ni shu rezultatga ko'ra mana bu US populationdan qaysi biri, quyidagi US populationdan qaysi biri bu narsani katta qismi qo'llab-quvvatlashi mumkin. Ya'ni o'sha age 16 yosh, voting 16 yoshdan boshlanishini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Ya'ni qo'llab-quvvatlash mumkin degani shu narsaga rozi, shu fikrga qo'shiladi degan ma'noni beradi. Okay, ACD aytayapti. Qanaqadir xulosalar bo'lsa, o'zingizga xulosa qilishingiz mumkin shu yerda. Endi ko'proq tushuntirish uchun men javoblarni tahlil qilib ko'ramiz bittadan. ACD aytayapti. All adults degani bu umuman voyaga yetgan shaxslar hisoblanadi. Adashmasam 20 yosh atrofi, 20 yoshdan katta, 22 yoshdan, qisqasi voyaga yetgan shaxslar. Bu yerda ajoyib noto'g'ri, chunki voyaga yetgan shaxs degan tushunchani o'zi yo'q bu yerda berilgan misolimizda. Birinchidan, ikkinchidan bu yerda umuman voyaga yetgan shaxslar umuman ishlatilmayapti. O'shancha aytib berdim. Bu yerda 2016-17 orasidagi US nimalari, teenagerlar ishtirok etyapti xolos. Bizda aytayapti. Register qilgan, ya'ni umuman ro'yxatdan o'tkazilgan hamma voterlar deyapti. Yo'q, umuman bu yerda register qilgan voterlar umuman hammasini nazarda tutib olyapti. Bizda aytayapti all students at a particular high school. Qanaqadir bir high schooldagi hamma studentlar deyapti. Student umuman high schoolda ham o'tkazilmadi survey. O'shancha biz high school haqida qanaqadir bir fikr bildira olmaymiz umuman.
Siz deyaptiki 16-17 yoshdagi hamma odamlar, yani o'sha teenagerlar hisoblanadi va US bu yerda populationni berib qo'ygan, US populationi haqida gap ketayotganini o'zi mana bu yerda berib qo'ygan. Bu yerdagi hammasi US nima desay, citizenlar, fuqarolari hisoblanadi. Bu yerda hammasi bu yerda aytish mumkin-da, mana hop 16-17 yosh odamlar deb yozib qo'yibdi bu yerda. Hop hamma odamlar, misol uchun Meksikadagi, Kanadadagi yo'q, bu yerda o'zi berib qo'ygan, ya'ni bu yerda US population haqida gap ketyapti. Haqiqatan ham shunaqa. Bunga ya'ni 16-17 yosh oralig'idagi odamlar deb turib to'g'ri talqin beryapti. Ya'ni javob mutlaqo to'g'ri javob. US populationi birinchidan, ikkinchidan random 16-17 yosh oralig'ida tanlab olyapti. Bo'ldi. Random 500 ta odam tanlab olyapti, bo'ldi, tamom. Demak, bu yerda random tanlab olgani va 16-17 yosh oralig'ida berilgani bu narsaga mutlaqo to'g'ri kelyapti. Mana evaluating statistical claims bu shunaqa, data inference shunaqa. Data inference'da ko'proq sonlar topiladi. Qanaqadir bir natija chiqish kerak-da bu yerda. Bu yerda biz u narsani to'g'ri baholashimiz kerak. Bu yerdagi baholashimiz adotlar bo'lmaganligini to'g'ri baholayapmiz yoki hamma register voterlarni aytda u narsaga daxli yo'qligini baholayapmiz. Studentlar umuman bir boshqa tomonda turganligini baholayapmiz va to'g'ri xulosa, ya'ni to'g'ri bahoni biz 16-17 yosh teenagerlar, USdagi teenagerlar deb to'g'ri bunga baho beryapmiz. Ya'ni bu narsani to'g'ridan data inferences bu sizdan nimani so'raydi? Evaluating statistical claims sizdan nimani so'raydi? Mana shu narsani ikkalasini ajratib olish kerak. Xo'p, agar kimda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol komment qismiga yozish mumkin. Albatta qo'limizdan kelgancha tushuntirishga harakat qildik va o'sha savollar uchun ham qo'limizdan kelgancha qanaqadir bir o'zimizni aqlimizdan kelib chiqqan holda tushunchalar berishga harakat qilamiz. Videoni shu joygacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Good luck test takers. You got it.